Sosiskali salat shunaqa zo'r chiqarkan, nega buni oldinroq bilmaganimga juda ham afsuslandim. Sizlar ham menga o'xshab afsuslanib qolmaslik uchun o'rganib olib taylab ko'ringlar. Lekin ishoninglar, sizlar o'ylaganingizdan ham mazaliroq chiqadi. Ishimizni sosiskalarni maydalab yog'da qovurib olamiz. Bodring, pomidor, qaynatilgan tuxum, hammasini videoda ko'rsatilgandek maydaroq shaklda to'g'rab olamiz. Birin-ketin idishimizga solib, garoh, sosiskani qo'shamiz. Katlarni bo'lsa umuman esdan chiqazmasdan mayonez va murch solamiz. Shunda aralashtirib dasturxonga tortasiz. Hattoki mazaliligidan yetmay qolishi ham mumkin. O'shaning uchun ko'proq tayyorlayveringlar. Bu videoni salatlar challenge-ini bir qismiga ko'rsatib berdim. Challenge-imiz davom etadi. Keyingi salat nomini kommentariyada yozib keting. Men bo'lsa hozirgi kunda doimiy ravishda foydalanayotgan Vileda Turbo Smart shvabralarini tavsiya qilaman. Bu shvabrani bir marta sotib olasiz va sizga yillar davomida xizmat qiladi. Shvabra uzunligini hisobiga qo'l yetmaydigan barcha joylarni tezda tozalab bo'ladi. Bundan tashqari pollarni artayotganda barcha burchaklarga oson kirib chiqadi. Bir marta olsangiz umuman afsuslanmasdan ancha yil ishlatasiz.